Avangazaks aksiya qilishdan to'xtamaydi. Aksiyaga qo'yilgan mo'shtalaringni qanaqa eskimidi, yo'q deganlar uchun bu naqd $50,000 Mercedes. Mo'shtani sostiyanasini salonlariga ko'rsatib chiqaman. Biz xalqqa osonlik bo'lsin deb qo'yamiz. Oppoq sidinalarda. Ishiklari polni davatchida mo'shna. Bu o'sha $100 ga 2 dona Gentrasi tekinga chiqadigan Maybach'imiz 222imiz. Bu yoqda oq qora Maybach'imiz. Bu ham xuddi shu holatda. Buni hamma biladi. Ko'pchilikni yaxshi kunlarda fazli xonadonlarda xizmatda bo'lganmiz bu mashinamizda ham. Bu ham o'sha aksiyada $100 ga ikkita Gentra bizdan aksiya tekinga borib xizmat qilib keladi. Yoki xohlasangiz bitta Malibu premyerimiz ham xuddi shu holatda boradi. Buni ham sostiyanasini ko'rsatib o'taman salonlari bilan. Ochib qo'yamiz aka. Korishniy salonda mo'shna polni panorama davatchida. Bunda prujina bo'lmaydi. Havoda yuradi bu mo'shna. Nomerlarni qoldiramiz. Aksiyamiz davom etishda foydalanib olasizlar. Salomat bo'lasizlar. Avangazaks har doim yaxshi kunlaringizda xizmatda. BMW'miz ham şeyde, Nalinchada bor.